19 bab. Savul öz oğlu Yonatan ve hem əməldarlarga Davudni öldürüşni tapıldı. Lekin Savul'un oğlu Yonatan Davudga qavatlı amrak idi. Yonatan Davudga: "Atam Savul seni öldürmekçi bovatıdı. Eti etigende pəxəs bolğun. Dalağı berip məxbi bir yege yoşunlup algın. Men daladaki sen yoşunlup algan yegi berip atamның yenida onun bilen sen toğruluk paranlaşıp turmen. Men əhvalının qandaqlıqıga qarab sana haber berimen" dedi. Yonatan atısı Savulga Davudni maqtab: "Şah ata, öz xizmatkarınız Davudga yamanlık kılmışsınız. O sizge yamanlık kılmağan, yani kelip onun kılgan her bir işi sizge köp payda ilip geldi. O cenini tikip koyup heriki Filistiyalikni öldürdü. Perverdigar şunun bilen İsraillani galibe nusretke iliştirdi. Şu çağda siz bulanı körüp huşal bolgan idiniz. Emde nemişka, bekadın beka, beguna Davud'nın qinini töküp özünüzni günahkar kılmakçı bolısız" dedi. Savul Yonatan'ın sözünü anlığandın keyin qasam qilib: "Men mengu hayat perverdigar aldıda qasam qilaman ki Davud öldürülmeydi" dedi. Şunundan keyin Yonatan Davudni chaqirib kelib, bunun hemmisini onunğa etip berdi. Şundaqla onu Savul'un aldığı başlap badi. Davud avalqidakla Savul'un qismetide boldu. Uzun ötmey yana uruş boldu. Davud qoşun başlap çıkıp Filistiyaliklar bilen jang qilib, ularni qattiq mag'lub qildi. Ahırda Filistiyaliklar keçip ketishdi. Bir kuni Savul uyda qo'liga nayzi ilib o'ltiratdi. Perverdigar tarafidan kelgan bir yaman ruh onunga yepishdi. Davud onunga lira kelib berivatqanda Savul Davudga nayzi sanchib tamga mıxlab qo'ymoqchi bo'lib edi. Davud o'zini chatga oldi. Savulning nayzisi bo'lsa tamga kirib ketdi. Davud shu kuni kechida uyiga keçip ketdi. Savul Davudni tang atqucha ko'zitib turib, tang etishi bilanla o'ltirib etish uchun uning uyiga bir necha odam avatdi. Ayoli Mikal Davudga: "Bugun kecha jininizni elib qochmisiniz? Ata öldürülsiz" dedi. Şunda qilib ayoli Davudni derizdan tushirib qochirvatdi. Davud keçip qutuldi. Mikal bir butni karvatga yotqizib, beshiga o'chka yungida to'qilgan yostiqni qo'yib, ustiga kiyimlarni yepib qo'ydi. Davudni tutib kelishga Savul tarafidan avatilgan odamlar kelganda, Mikal ularga: "U og'rib qoldi" dedi. Lekin Savul odamlarni Davudni ko'zitib turishga yana avatdi ve ularga: "Uni o'ltirishim uchun yotgan karviti bilanla ko'tirib kelinglar" dedi. Savul avatgan odamlar uyga kirib, karvatda yotgan butni ve butning beshiga qo'yilgan o'chki yungida to'qilgan yostiqni ko'rdi. Şunun bilan Savul Mikalga: "Sen nemişqa meni aldab düşmanimni qochirib etsan" dedi. Mikal: "U manga qechishimga yordam qil, bo'lmasa seni o'ldiritaman" dedi, deb javob berdi. Davud keçip qutulgandan keyin Ramah kelib Samuel bilan ko'rishib, Savulning qilgan etkenlerinin hammasini so'zlab berdi. Shuningdan keyin Samuel bilan birga Nayotga berib, u yerda turdi. Savul Davudning Ramahdagi Nayotda turayotganligidan xabar topdi. Shuning bilan Savul Davudni tutib kelishga odam avatdi. Ular u yerga yetib borganda Samuelning yetakchiligida hayajonda varqirab, suv o'ynayotgan bir to'p payg'ambarlarni ko'rdi. Shu chaqda Xudoning ruhi Savulning odamlariga tushdi ve ularmu hayajonda varqirab, usul o'ynab ketdi. Savul bu ishdan xabar tepib, yana odam avatdi. Ularmu hayajonda varqirab, usul o'ynab ketdi. Savul 3-chi qitim odam avatganda ular ham shunda qilishdi.
Ondan keyin Saul'ның özü Ramak'a qarab yol elip, Sekudiki çoğun quduqның beşiği yetip geldi. U kişilerden, Samuel bilen Davud ne de, dep soruvidi. Bireylen, Ramak'tiki Nayot'ta, dep cevap verdi. Şunun bilen Saul, Ramak'tiki Nayot'qa qarab mangdi. Perverdigarның ruhi uningga mo'chishdi. U toki Ramak'tiki Nayotgacha hayajonda, varqirab, usul o'ynab badi. Umu kiyimlerini silib etib, bir keç gündüz Samuel'ның aldıda hayajonda varqirab, usul o'ynab, yıkılgan peti yalıngaç yattı. Savul mu, peygamberler dinmidu degan gap şuningdan qalgan.